Ozish yo'limning 24-kuni. Rostini aytsam, 24 kun oldin bu yo'lni boshlaganimda bunchalik ko'p qizlar men bilan birga ozishni boshlaydi deb o'ylamagandim. Bugun ham kunimni mazali va to'yimli nonushta bilan boshladim. Tvorog, malina va blueberry mevalar bilan juda ham mazali nonushta qildim. Tushlikka esa koreyscha karam sabzi salat qildim. Voy, bu salat rosa ham zo'r chiqdi. Mazasi umuman boshqacha, qilib ko'rmasanglar bo'lmaydi. Snack uchun qulupni yedim. Kechki ovqatga esa sizlarga retseptini qo'ygan mini sliders tayyorladim. Uyda juda ham oson va tez tayyor bo'ladi. Men bu challenge-da o'zimni och qoldirib yoki hamma narsadan voz kechib ozmayman. Maqsadim mazali ovqatlarni ham yeb, sog'lom tarzda ozish. Men bilan birga ozayotgan qizlardan ham xursandman. Inshaalloh natijamiz go'zal bo'lsin. Xo'jayinimlar esa 58 kilogramm bo'lsin, sangi sog'am bor deganlar. Shuning uchun men ham qiziqib ketyapman, nima sog'i ekan deb. Inshaalloh tez orada 58 kilo bo'laman. 24-kun ham tugadi. Ertaga 25-kunda ko'rishamiz.